Vena liberal yo'nalishidagi Neue Freie Presse gazetasining muxbiri sifatida faoliyat yuritgan Theodor Herzl dunyoviy, sekulyar qarashlarga ega boy inson edi. U 1896-yil 14-fevralda Venada chop etilgan Der Judenstaat, Yahudiy davlati nomli kitobini e'lon qildi. Herzlning fikricha, Yahudiylar o'z milliy davlatlarini barpo etish uchun yetarli kuch va imkoniyatga ega edilar. Shu bois barcha yahudiylar bu yuksak maqsad yo'lida birlashib xizmat qilishlari lozim edi. Theodor Herzl asos solgan bank va gazetasi bo'lgan. Ya'ni u ham moliyaviy, ham ommaviy axborot vositalari kuchiga ega edi. Bunga alohida ahamiyat bering va o'zingiz uchun qayd qilib qo'ying. Theodor Herzldan taxminan 3,5 asr avval protestantizm vujudga keladi va protestantizm e'tiqodidagi bashoratga ko'ra, Iso Masih yerga qaytishi uchun yahudiylar Sion tog'ida to'planishlari lozim edi. Ahamiyat bering, bashoratda shunday deyilgan. Ya'ni bu yerda ochiq-oydin diniy maqsad borligini ko'rish mumkin. Sion tog'i Quddusda joylashgan. Protestantizmning bu e'tiqodiga javoban ba'zi yahudiy toifalari yo'q, biz u yerga qaytmaymiz. Agar biz qaytib borib bir yerda to'plansak, e'tiqodimizdagi bashoratga ko'ra, bu barchamizning nihoyamiz bo'ladi deyishdi. Bugun Amerikada, Britaniyada va boshqa Yevropa mamlakatlarida bu toifa yahudiylar sionizmga qarshi musulmonlarni qo'llab-quvvatlovchi namoyishlar o'tkazishayotganini ko'rib, "Ya Alloh, qanaqasiga yahudiylar sionizmga qarshi bo'lishlari mumkin?" deb o'ylaysiz. Xullas, Theodor Herzl masihiy protestantlar e'tiqodidagi ba'zi bashoratlar bilan birga yahudiylar davlatini tuzish g'oyasini qo'llovchi yahudiy jamoalarning qarashlarini aralashtirib, sionizmga asos soldi. Herzl Hovevey Zion, ya'ni Sion shaydolari, Sionni sevuvchilar nomli yahudiy jamoatining g'oyasini olib, o'zining puli va ommaviy axborot vositalarini ishga soladi. Hamda muqaddas yerga qaytishning naqadar muhimligiga yahudiylarni ishontiradi. Qaytish so'zining ma'nosini aniq ajratib olaylik. Masalan, siz ish sababli 10 yilga boshqa shaharga ketdingiz. Ishingiz tugagach, tabiiy ravishda endi yurtimga qaytaman deb o'zingiz kelgan joyga qaytasiz. Bu haqiqiy qaytish. Endi boshqa holatni tasavvur qiling. Sizga DNK natijalari ajdodlaringiz 3000 yil oldin boshqa bir hududda, ya'ni Shimoliy Koreyada yashaganini ko'rsatdi. Shunda siz o'sha yerga borib, Kim Chen Inga "Bu mening ajdodlarim yurti. Demak, men qaytdim" deb da'vo qila olasizmi? Agar shunday bo'lsa, buni amalda ko'rsatib ko'ring. Aslida esa bu holatni qaytish deb bo'lmaydi. Bu kuch bilan egallash, ya'ni bosqinchilik, istilo va istibdod deb atash to'g'riroq bo'ladi. Shu fikrni davom ettirsak, unda bugungi kunda ayrim davlatlar hududlarini tarixiy asos bilan boshqalarga berishimizga to'g'ri keladi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarini tub aholisi hindularga topshirishimiz yoki uning katta qismini meksikaliklarga qaytarishimiz kerak bo'ladi. Chunki tarixan bu hududlar aynan ularga tegishli bo'lgan. Xullas, 1870-yildan 1897-yilgacha Sion shaydolari, Sionni sevuvchilar jamoati shu g'oyani ilgari surib keladi. Keyinchalik Herzl bu g'oyani qabul qiladi. Ammo u g'oya faqat nazariy bo'lib, uni amalga oshirish uchun hech qanday harakat bo'lmagan. Shu zaylda to 1897-yilning 29-avgustida Herzl tashabbusi bilan Shvetsariyaning Bazel shahrida o'tkazilgan birinchi sionist kongressigacha davom etdi. Herzl o'zining barcha mablag'larini tikib, ommaviy axborot vositalari orqali keng targ'ib qildi.
Bu kongressda davlatning nomi Isroil bo'lishiga qaror qilishadi. Aynan o'sha yig'inda Isroil davlati va uning davlat bayrog'i ham chizilgan edi. Bayroqda ikki chiziq orasida Dovud alayhissalomning yulduzi tasvirlangandi. Chunki Yush'a alayhissalom Quddusni zabt etgandan so'ng u yerda davlat o'rnatgan Dovud alayhissalom edi. Bu faqat shunga ishora edi. Dovud yulduzi bu yerda Yahudiy davlatini tiklaymiz degan ma'noni bildiradi. Ikki chiziq esa Nil va Furot daryolarini ifodalardi. Buzg'unchilikning manbai mana shu. Zero sionistlar o'zlarini oliy irq deb biladilar. Butun dunyoga past nazar bilan qaraydi va hammadan nafratlanadi. Bu yerda yagona nishon musulmonlar emas, balki nasroniylar ham. O'zlaridan boshqa barchadan nafratlanishadi. Ular o'zlarini mulklari tortib olingan deb hisoblashadi. Bularning hammasi meniki edi. Kimlardir kelib, mol-mulkimni tortib oldi. Qanday qilib bunga jur'at etishdi? Men ularni qaytarib olishim kerak. Butun dunyoni qaytarib olishim lozim. Ularning asosiy e'tiqodi mana shu. Sionizm Yahudiylarni Falastin yerlariga olib kelib, u yerda buyuk Isroil davlatini qurish g'oyasidir. Kongress natijasi o'laroq Bazel dasturi qabul qilindi. Ushbu dasturga ko'ra, yer yuzining istalgan hududida Yahudiylar uchun milliy davlat tashkil etish maqsad qilingandi. Muqobillar orasida Falastin eng maqbul hududlardan biri sifatida qaraldi. Falastindan tashqari boshqa hududlar ham taklif qilingandi. Jumladan Argentina, Uganda va boshqa joylar. Agar Falastinda davlat tuzish g'oyasi amalga oshmasa, ushbu hududlar muqobil variant sifatida ko'rib chiqilgandi. O'sha paytlarda bu hududlar Usmoniylar imperiyasiga tegishli edi. Bu davrda u yerlarda Sulton Abdulhamid II hukmronlik qilardi. Theodor Herzl 1901-yilda Sulton Abdulhamid II bilan uchrashib, Usmoniylar imperiyasi hududida Yahudiylarga boshpana berishni iltimos qiladi. Shundan so'ng Abdulhamid II darhol Falastindagi Al-Quddus atrofidagi yerlarni Yahudiylarga sotishni taqiqlovchi farmon chiqaradi. Boshqacha aytganda, Sulton Abdulhamid II Yahudiylarni u yerdan yer olib, biror narsa qilishga urinib ko'rishlarini taxmin qilib man qilgan. Bu uchrashuvdan so'ng Theodor Herzl Bazel shahrida bo'lib o'tgan Sionist kongressida bayonot bilan chiqadi. Mazkur bayonot haqida Breslau Local Anzeiger gazetasi quyidagicha yozadi. Shunga ko'ra, Theodor Herzl bir necha oy avval Istanbulda Abdulhamid II huzuriga chiqqanini, podshoh unga katta umidlar berganini, hatto Yahudiylarning Falastinga joylashishi uchun qo'lidan kelgan barcha choralarni ko'rishga va'da berganini kongressda bayon qilgandi. Gazetada bu xabar chiqishi ortidan Abdulhamid II tomonidan darhol keskin raddiya berildi. 1902-yil 3-yanvarda e'lon qilingan ushbu raddiyada Breslau Local Anzeiger gazetasida keltirilgan Theodor Herzlning Yahudiylarning Falastinga joylashishiga podshoh tomonidan ruxsat berilgani haqidagi so'zlari haqiqatga to'g'ri kelmasligi ta'kidlangan edi. Darhaqiqat, Theodor Herzl bir muddat avval huzuriga chiqish sharafiga muyassar bo'lgandi. Ammo ushbu uchrashuvda unga sionistlarning Falastinga joylashishiga ruxsat berilishi haqida hech qanday va'da berilmagan. Shunday qilib, Herzlning bayonotlari butunlay haqiqatga zid edi. Bu inkorga qaramay, Theodor Herzl bilan aloqalar uzilmagan edi. Haqiqatan ham 1902-yil 5-fevralda kelgan bir telegrammada u o'z loyihalarini tushuntirish uchun Istanbulga chaqirildi. Shundan so'ng Istanbulga kelgan Herzl Abdulhamid II bilan yuzma-yuz uchrashish imkonini topa olmagan bo'lsa-da, podshohga maktub yuborib ma'lumot bergan va o'z loyihalari hamda talablarini bayon qilgandi. Aslida Theodor Herzlning asosiy maqsadi podshohdan Yahudiylarning Falastinga joylashishiga ruxsat beruvchi izinni qo'lga kiritish edi. Biroq Abdulhamid II bu ruxsatni bermadi.
Natijada u ijobiy natijaga erisha olmasdan Istanbulni tark etdi. Usmoniylar imperiyasi Qrim urushidan keyin katta tashqi qarzlarga botgan edi. Shu sababli imperiya o'zini tiklash va qarzlarni uzishga harakat qilayotgandi. Teodor Herzl yahudiylarning Falastinga joylashishlari uchun ruxsat bering. Men esa buning evaziga qarzlaringizni kechiktirib beraman va miqdorini kamaytiraman deydi. Bu voqea 1902-yilda sodir bo'ladi. Sulton Abdulhamid II yahudiylarning Falastinga joylashishiga qat'iyan rad javobini beradi. Ammo dunyodagi jabrlangan yahudiylarning Iroqning shimolida joylashishiga ruxsat beradi. Biroq ularning jamoa holida ommaviy tarzda joylashishiga ruxsat bermaymiz deydi. Buning evaziga Usmoniylarning tashqi qarzlarini kechiktirish va miqdorini kamaytirish shart qo'yiladi. Ammo o'sha paytda Sulton Abdulhamid boshchiligidagi Usmoniylar hukumatı qarzlarni kamaytirish va foizlarni tushirishni o'zi mustaqil ravishda amalga oshirgan edi. Shunday qilib, Usmoniylar hukumatining Teodor Herzlga ehtiyoji qolmaydi.